Deganlik naşlıq çıxırıb bəsiniz degan urug'tuqqanlıq bugun ailada nəhayət quvvatli ham oson bo'lgan naşlıq qilish usuluna keldim. Qilish usuli nəhayət oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqum o'rganaysiz, ham tugunish boshlayib ketdik. Savzi bilan shavsonni nəhayət ushaq qilib to'g'rab olgandan keyin qachiga ravrus xo'rozning tuxumidan 5 ta chaqimiz, yarim qo'shiq tuz va ushaq to'g'rab olgan shavsonni to'kib, to'liq ravrus aralashtirib olamiz. Ondan ailemizning qachida bir qacha atrofida un to'kib aralashtiramiz. Mening ishlatganim bo'lsa Elnurining haqiqiy bulg'animdan xoli yeshil o'lchamda ishlangan silliq ayluni. Mana bu holat kelgandan keyin yana bir qacha sut qo'yib, asti sutini to'liq ravrs aralashtirib olgandan keyin oldin to'g'rab olgan savzini selib, yana davomli birdan aralashtirib olgandan keyin qozonga yana Elnurining yeshil o'lchamidagi tunji siqim 1-darajalik zarangiz mayini az miqdorda temtitib, may qizganda o'tning besimini tuvan tangshab, baya tangshib olgan umuchimizdan bir chumich olib, qozonga qo'ygandan keyin suratdagidek mana bu holatda nəhayət ehtiyotlik bilan cho'risiga takshi yeyib olamiz. Ondan tuvan o'ta bir taraf sarg'aygandan keyin yana bir tarafini o'rib, bu tarafini sarg'aytib olibla taxsiga olib iste'mol qilishni bajarsak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy. Deganlik naşliqni mana bu holat qilib bersanglar, naşliq qilishni yoqtirmaydigan ballalaringlarmi shunda yoqtirib yeb ketadi. Qaranglar, mening ilimim yig'ilunmay zo'lab yigizgandan keyin shunda yoqtirib yeb ketdi. Hamsa oxirida qo'llash ustidan yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, meni qaytib olsanglar, bundan nadir mazmun kunda huzuringlarda kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.